Yaptım oldu. Bu turishini qarang. Mana bo'g'ozdan foyda qilaveradi. O'z bo'g'ozligida olgansiz? Xudo xolasi bolasi buniki ham xiyvagacha yetib boraveradi bemalol. Jonivor, men qarang akalar. Akalar bo'g'ozligida olib tug'dirgan odam qarab turing akalar. Puli jo'nroq bo'ladi. Hali nima desam bo'ladi? Hozir shuni olib kelib turib foydalanayman desam, Solishtiring, o'zingiz molingizga ham solishtiring aka. Men qarang. bir yo'q qo'shimcha tavsiya qiling. Chiqayotgan bo'lsa mol meniki. Bo'ldi uka, ha. Xudo xolasa buni necha litr sutga berardik? 18-19 ta olishaversin. 18 litr, 19 litr sutga akalar xiyvagacha dastavkasi bor. Qo'llarni yetalab ko'rsatib, xudo xolasa molni ham e'tibor bering. Padarga mol bo'lsa ham, yaltiraqligiga e'tibor bering molni. Tonlari ham toza ekan jonivor. Voy, kuta shuni laykni bosib akalar videoni padalik saqlaylar. Bugun mana bozorlarni olsa, hamma yoqqa solishtirib olish. Bo'l, atrofga bir qo'ton molni bemalol solishtirib, videolarga solishtirib. Shuvani qani yumshoq so'zkalar. Ikkovini to'ldirmasa hisobbas aka. Mana shu ikki pag'ir to'ldirmasa hisobbasmi? Omon mana deysiz. Qani hoji aka men ba'da ikki tomonni, bu chap tomonidan tetirishni qarang. Xotirjam. Bismillah. Vah, jonivor. To'r chiqishidan bilasan aka, bu qo'yo'lik jonivor. Ha, mana shu ko'piyli mol, men qarang, toshdivordi-yu. Assalomu alaykum, Qo'shtepa savdo kanalimiz aziz obunachilari, akalar, ukalar va bizni kuzatuvchilar hamda sigir bo'g'oz ishqibozlari. Sigirlarni zo'rlardan so'ragan ukalarimizga sigirlarni zo'rlaridan, uloq orasidan, yuvoshlarga, sutdorlardan topib qo'ydim akalar. Ko'ringlarchi, bolasi semental gibrididan. Bu sigirlarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Archazor mahallasidan Davlatjonlarning xonadoniga keldi. 2 dona puli yengil, xudo xolasa sutdor sigirlar bor ekan. Ko'ringlarchi, bittasi qora, bittasi ola qora. Bolalari ham Shvetidan. Davlatjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buga tuzimsiz, sog'ligingiz yaxshimi, charchamasdan? Xudo xolasa obunachilaringiz ishonchli, mollarni yo'lidan narxi o'zimizni qo'limizda tug'di. Zo'rlaridan aka. Zo'rlari. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab muammo qilishmasin. Xivadan bo'lsa ham telefon qilishimizni yetkazib beramiz. Farqi yo'q-da. Vodiy bo'ylab basaganda sizda eng qizig'i. Umuman malades akalar, gaplarga e'tibor bering. O'zbekiston bo'ylab. Bu qarang, issiq mashinalarda boradi, hali oldi qochdi mashinada bormaydi. Porterlarda, Porterlarda jo'natamiz. Mollar bexijolat o'zimiz qo'limizda tug'di aka. Ha. Xudo xolasa narxlar yo'lida aka. Unaqa osmonda narxlar yo'q. Chiroyli qilib aytaman deyapsiz. Kiraymiz, keling, tishidan boshlayveraylik. Bo'ldi aka. Mollar dumidan uchigacha kuyashib Bo'ldi, tishlari 8 ko'ray ekan jonivor. Omali, molga e'tibor bering. Mollar yirik mol ekan. Jonivor gibrid aka. Semental. Buni otasi semental bo'lgan bo'lsa kerak. Mol kalla chehrasini qarang. Jonivor kulib turibdi-yu mol. Ajoning sog' bo'lgan. Mo tishlarni ko'ring akalar. Mollar yeb ichishi sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Xudo beraka, mollarni tangacha aybi yo'q aka. G'ubor yo'q, ha, mollar aka. Ajoning sog' bo'lgan. Mana sut tomirlar ko'ryapsizlar, mana shular suti bor molni tomiri bo'ladi akalar. Bu tarafdan ko'rsatib qo'yingda, tomirlar yaxshilab bu. Qani? Ha, jonivor. Sog'ing, ikki tomondan ham tetiraverar ekan-a. O'yinchoq tanlamaydi. Bu mol qarang, molga e'tibor bering. Mol o'zi ko'vish qaytaryapti. Mol sog'yapti, ko'vish qaytaryapti. Mollar tangacha aybi. Ikkovini ham aka sog'ib ko'rsatib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rsa, ikki tomondan sog'ib ko'rsatamiz. Ikki tomondan ham tetiradi. Ha, jonivor, men qarang molni. Buni ham bitta nima qilingchi? Jonivorda. Men qarang. Umuman tangacha aybi yo'q aka. Men qarang. Moling bormi desa borgidek ekan. Xo'p, necha litr sutga beramiz bularni, Yo'lajon? Bunaqa. Xudo beraka, bunisini 15 taga olishaveradi. O'ylanmang. Qorasi 15 litrga. 15 taga indamay o'ylanmay olishaveradi aka. Bo'ldi. Bunisini 18 ta 19 ta beryapti aka. Xo'p, bu ola qoramiz umrichi yirikroq unga qaraganda. Yirik aka. Dastlabkidan muammo yo'q aka. O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz aka, telefon qilishaversin. Ha, ne только vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab ortib berasiz, O'zbekiston bo'ylab. Dastlabkidan muammo yo'q. Hali men telefon qilaveraymikin, dastlabki qilib beramikin deganlar aloqa chiqib bo'lsa, ishi bitadi xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'ldi ukaxon. Bo'lmasa bularni bitta chiroyli qilib yetalab uka, oyoq qo'llarni bitta ko'rsataylik, Davlatjon. Kallalariga e'tibor bersin, bu bilgalarni bitta urishsa molni tayi chiqadi o'zi. O'zi nimasi chiqadi, chipi bor deymi bularni? Ota bobosi chiqadi o'zi. Bo'ldi uka, men qaraylik. Akalar e'tibor bering, bu shuni skrinshot qilinsa o'zi chiqar ekan molni, qanaqa istoriyalari. Ha, bo'ldi uka. Olib chiqib buni chiroyli qilib oyoq qo'llarni yetalab ko'rsatib, Xudo xolasa molga ham e'tibor bering. Padarga mol bo'lsa ham, yaltiraqligiga e'tibor bering molni. Tonlari ham toza ekan jonivor. Voy uka, olib chiqib oling. Voy jonivor, men qarang molni. Molni kalalang. Voy mol nimani oling, bolasini baqib olingchi jonivor.
Voy joning sog' bo'lsin. Bolasini ham ko'rib. Do'lajon bu necha kun bo'ldi? Buni tuqqaniga uka. O'ynoq. Xatali bo'ldi aka. O'ynoqlashgan sog'lom bo'lsa ekan omalik. Bemalol yetib olaveradi aka, mana shu bo'lsa. Bemalol qiynalmaydimi Xivagacha? Bo'ldi akalar ko'ylar. Samarqand farqi yo'q. Buxoro O'zbekistonlik bo'lsa bo'ldi deyapti. Aka 100 gacha yetib olib bortirib beraman deyaptilar. Xo'p, buni 15 litr sutga beramiz, ha? O'ylanma, bolasini qarang, mana shu bo'lsa. Yengil yetib boradi. Bo'za yetib olib bering akalar, sog'lomligidan bo'za agar ichi ketdi, bunaqangi defekti yo'q ekan jonim. Mun qarang. Va joning sog' bo'lsin. Xo'p, buni pulini nech pul deymiz? Do'lajon bitta yopishtirib ayting uka. O'zingiz aytdingiz, zo'r qilib aytaman aka, tan berasiz. 35 yo'q aka. O, malades. 34 ming kam bor aka. Endi qarab turing Do'lajon, mana bitta shiyorim bor uka. Bitta so'rayman uka. Maylimi? Insof sari aytdingiz, ammo malades. Mana bitta so'rab qo'yaman. Ag'ini ham hisoblab qo'ysin, O'zbekiston bo'ylab dasturgasi bormi? Ya bo'ldi, dastlabkasi bor. Endi uka so'ramasangiz to'g'ri kelmayapti uka. 33 million so'm kam bor. Qo'lda bering. 32,5 million ketdi. Bor aka. Mana mard bo'ladi, mana mashina mard bo'ladi. Qizida ukam, malades. Ommalar mo'ga tavsiya qilaman akalar. Mu badanlariga yetib olib bering, molni et to'liq turibdi haligi. Nima bas haligi? Ariq yo mol hali quvvati yo'q mol bas ekan. Quvvatlari ham joyida turibdi jonim. O'zbekiston bo'ylab ena bo'lish shtreti bor. Ammo nahla nima deyapti akalar? Nahlamiz yo'qayotgan bo'lsa, shuni laykni bosib akalar videoni padalisa qilinglar. Bugun mana bozorlarni olsa, hamma yoqqa solishtirib olishdi. Bu atrofga bir qo'ton molni bemalol solishtiring, videolarga solishtiringlar akalar. Bu gazini qarang mol. Akalar, navbatimiz rossiyskiy parodasidan chiqdi jonivorni. Mana ko'ringlarchi. Bolasini qarang. Bolasi ham original, onasi ham original akalar. Mana molni zo'rini oqtarib yurgan ukalarimiz bo'lsa akalar. Zo'ri, pulni sho'raki. Malades uka. Mol turishini qarang. Molni maqtash shart emas ekan. Mol o'zini o'zi maqtayapti. Molni turishini qarang. Mana bo'g'ozdan foyda qilaveradi. O'z bo'g'ozligida olgansiz? Xudo xolasi, bolasi buniki ham Xivagacha yetib boraveradi, bemalol. Jonivor, men qarang akalar. Akalar bo'g'ozligida olib tug'dirgan odam qarab turing akalar. Puli jo'nroq bo'ladi. Hali nima desam bo'ladi? Hozir shuni olib kelib turib, foydalanayman desam, foyda chiqmaydi bundan. Ha, to'g'ri. Bermayapti dehqon ham. Dehqon ham bermayapti. Masalan, o'zingizda ham mashina mol bo'lsa akalar, nech pul chamalyapsiz aka? Atrofga ham solishtiring, o'zingiz molingizga ham solishtiring aka. Xudo bergan, bir yo'q qo'shimcha tavsiya qiling. Chiqatgan bo'lsa, mol meniki aka. Bo'ldi uka, ha. Xudo xolasa buni necha litr sutga berardik? 18-19 ta olishaversin. 18 litr, 19 litr sutga akalar Xivagacha dastavkasi bor. Ag'dan xavotir olmanglar. Qayerdan bo'lsangiz telefon qiling, ish bitadi. Bizga endi qarab turing. Buni ham pulini-da rashim bomba qilib bering uka. Bo'ldi aka. Hozir qilgan ishingizdan yana qaytarasiz endi Do'lajon. Bunaqa 50 yo'q xudo beraka. Bo'ldi uka. Yaxshilab. Ha, yana bitta. 48 ham yo'q. O, yana zo'r ketyapsiz. To'xtashda yo'q. 47 million aka. Ha. Xivagacha yetsa olib beraman aka. Mayli, nahlar zo'r aytyapsiz. Uka, men bir chiroyli qilib so'rayman uka. Insof sari uka. Yo'q, xudo beraka, so'rovli siz gapingizni qo'yizmayapmi shu vaqtda? Bo'ldi. Aka, men ishni boshlayapmiz aka, qo'lga bering aka. Unaqa nahlar yo'q aka. Bo'ldi. Men bitta 5 million aka. Ha. Sizlarni olib 45 Bo'ldi, 45 million so'm chami bor akalar. Xivagacha dastavka bor. Qangacha aybi yo'q. Molni qarang, jonim. Voy joning sog' bo'lgur akalar. Ommalar mollar yoqdi menga. Bunisi ham narigisi ham. 50 da borishyapti aka. U og'izdan chekkasidan chiqib ketadi aka. 25 ta sutkada tur 52 million so'm ishonaveradi dehqon. Bu borini sotish kerak-da. Bor, paqirdan tushib turganiga. Paqirga tushayotganini olishsa, maza qilishsa. Do'lajonga men ishonaman to'g'risi akalar. O'zi tug'dirib olib, tug'dirib sotadi. Bu bexijolat akalar, telefon qiling. Yo'qsa molni telefon qiling akalar. Xotirjam. Biz o'zimiz turaveramiz bu bolaga. Muqar bo'zaydi qarang. Bu semental menga semental bo'lsin deganlarga mana ko'zlariga yetib olib, tumshuqlariga qizillik yetib olib bering. Otasi semental, onasi rossiyskiy akalar. Toza gibrid. Bu onasidan ko'ra bu voshin katta bo'lib ketadi. Gibridni bilasizlar o'zdan. Bunisi mana toza rossiyskiy. Xudo xolasa, ha. Telefon qiling, ish bitadi bu yerda. Umuman haligi cho'chimayman bunga. Moli yuvashmikin, tepag'imichmikin, unaqangi umuman u holati yo'q. Ichkariga olib kirib, bitta chiroyli qilib sog'ib ko'rsatamiz. Xo'p, qoramolimiz idirish jarayoni boshlandi akalar. Qaymog'ini bilgan biladi. Samarqandlik tog'alarim telefon qilsa, yetkazib olib bortirib beramiz. Bu Do'lajon tanigan odamlar o'zi bormi va ukam molni zo'rini sotadi. Hali bexijolatini sotadi. Sotgandan keyin aka atrofga solishtirib olaversin molni deyaptilar. Buni qarang. Bolasini ham qarang, sog'lomligi. Dehqonlar ham yurib bitta mol oladi, xudo beraka. Ha. O'shandan allanib olsa bo'lmas aka. To'ppa to'g'ri. Sizdan olgandan keyin haligi
Xursand bo'lish kerak-da. Men qarang molda akalar. Men tavsiya qilaman ikki molda ham bor-ku. Mollar tangacha ham yo'q. Bir hafta xolaganda sinab olaversin. Bir hafta sinovga, men qarang aka bu qanaqasi bor, bunaqangi anchimchasi bir hafta sinab olavering demaydi akalar. Bu molda ham turishini qarang, mol xotirjam turibdi borib. Xo'p, mana idirib bo'ldi jonivor. Bolani qarang, bolani rasa sigir qiladigan ekan jonivor. Estonidan. Men qarang, mol o'zirishiga ham e'tibor bering. Qashib turib, shunday kelib o'tirishaveradi. ha, qashib turib, silab turib o'tirgan yo'q. Bu ikki sog'lanimi? Aka ikki tomonni var. Men qarang. Bitta ko'rsatib qo'ying, xudoga yarasha. Voy jonivor, akalar. Ovoz kelaveradi. Hay, malades. Mana nog'onoq o'rlayapti. Akalar mana shu joylarga bitta like deb bosib akalar videoni qadrli saqlaydi. Yaxshilab ko'rsin. Bunaqa hali ham kelavermaydi onda. Bo'ldi. Men qarang, uka. Obunachilar bor, mana so'ragan aka-ukalarimiz. Akalar mana tavsiya qilaman. Yaqinlashtirib olaveradi. Men qarang. Bunga shuvani qarang, yumshoq so'zkalar. Ikkovini to'ldirmasa hisobbas aka. Mana shu ikki pag'ir to'ldirmasa hisobbasmi? Omon malades. Qani hoji aka men ba'da ikki tomonni, chap tomonidan tegtirishni qarang. Xotirjam. Akalar mana tavsiya qilaman, molni zo'rlarini. Sog'oringlar. Sog'in davom etmoqda akalar, ko'ringlarchi. Tugamaydi, qaynab Tugamaydi. Bu qani vulqon qilib qaynatyapti-yu paqirdi. Akalar sizlar lakni bosib turinglar, xudo xolasa bundan sari zo'r mollar chiqaraveramiz. Bu qarang. Jon nima deyapti ukaxon? Qaymoq qarang aka, jon hisobi. Ash ko'piy bor-ku qaymoq aka. Ko'piy bo'lsa ya qaymoq. Bo'ldi endi ular joyni bolasi ham qolsin joniga. Oh, men qarang. Bu qaymoq qarang aka, mana uni aka. Hozir paqirlarga quyib ko'rsatib beramiz. Qani bitta quyib ko'rsatinglar-chi. Qani bismillah. Voh, jonivor. To'r chiqishidan bilasan aka, bu qo'yoqli jonivor. Ha, mana shu ko'piyli mol. Men qarang, toshtordi-yu, toshtordi. Xo'p, mana shu hozir nechta litr berdik, Dolajon? Bu 5 litrlikdan 10 litrlik paqir aka. Aha, mana 10 litr ekanda. Ketib qoldi aka. Aha. Bemalol bir hafta sinab olishaveradi aka. Bo'ldi, qolgani bolasiga qoldi hozir. Qoldi. Bo'ldi ukaxon. Mol e'tibor bering. Bo'ldi. Keyin navbat keyingisiga. Xo'p, ola qorani idirish boshlandi akalar. Xo'p, Dolajon bitta e'tibor bersin-da, bo'ldi. Dolajon bitta gapni uka. Hozir o'zi 10 minut o'tkazibdi vaqt uka. Mashina shuni yelindan chiroyli qilib ko'rsating. Prosta to'xtataylik. Ukalingiz to'g'ri zerikib ketadi. Ikkita molga vaqt cho'zilib ketdi demasin. Bo'ldi, sog'ing uka. Jonivor, men qarang, go'zaydi. Men qarang, baquvvatligidan tortib ham bo'lmayapti jonivorni. Akalar, men qarang, sog'ing Dolajon. Yengil chiroyli qilib soldi. Shunday kelib o'tiraveradi. Buni qashib turib, tirab turib o'tirish. Men qarang. No'ra u. Men qarang. Jonivor. Mashalloh deb qo'yinglar akalar, mana joylariga. Qolganini ham sog'ing, qolganini. Mana aka. Mana suru yelini butma. Ha, mana aka. Bittalar olib sog'ib bering. Yumshoqlik ham e'tibor bersin. Bu qo'l apparat vo'shin tanlanmaydi. Hozir buni sovuqsiz ancha suti borda, hozir 3-4 minut vaqtimiz ko'payib ketib qoladi. Akalar, moldan xavotir olmanglar. Mol yuvoshligi o'ylanishmasa bu tepamiga, ustamga deganlar bir hafta bemalol sinab olaveradi. Men o'zim jivoy ko'rib turibman, akalar tavsiya qilaman, xudo xolasa. Kommentarni zo'r qilsangiz, naqla yonadi aka, keyingi videoda aka. Bo'ldi aka. Xo'p, baqib oling endi Dolajon, bo'ldi. Men qarang. Akalar to'g'ri. Xudo xolasa aka. Aha. Bunaqa chiqishaversin. Musofirdagilar telefon qilsin 1-2 millionga qaralanmaydi. O'tib berasam, musofirdan telefon qilasan. Sutga ishlagan akalar nari qorani olishsa, uni ham sut ko'p-da. Sut ko'p, ha? Katta mol bilan bir xil beraveradi aka. Bo'ldi. Puli yengil ham sut ko'p, biling? Ha, bir aytayot bilan to'yadi-ku. Ha, to'g'ri omali. Idishini ham e'tibor bering. Xo'p, telefon nomeringizni ayting Dolajon. 91lik 047 76 telefon qo'yinglar, WhatsApp, Telegram hamma yo'g'i bor. Bexijolat xolasalarni lakasa tashlab berib, xolasalarni alohida qilib video qilib beradi. Kelib ko'r, ustida ko'rib olishsin molni. Ag'aga ham kelishaveramiz. Hali kelib ustida ko'rganga yetmaydi-da, mana. Bo'ldi. Kelsa xudo xolasa. Qolgan ma'lumotni endi Dolajonning o'zlaridan olasizlar. Hammaga rahmat, like bosib esdan chiqmasin.